Assalomu alaykum, restoranimizga xush kelibsizlar. Nima buyurtma berasizlar? Hech narsa buyurtma bermaymiz, biz bilamiz. Menyuni olib keting. Salat, bizga achichu va ikkita bifsteks. Endi aka, achichuni o'rniga men sizga juda ham mazali rukl stunsom salatini tavsiya qilaman. Mazza qilib yeysizlar lekin shu narsani. Yo'q, rahmat. Bizga rukl. Adasi, bu bo'ladi. Bo'pti, olib keling. Olib keling. Marhamat, salatinglar. Endi ikkinchisiga nima buyurtma berasizlar? O'sha bifsteks. Endi aka, shunaqa nufuzli restoranga kelib bifsteks yegandan ko'ra steak tavsiya qilaman. T-bone steak, projarkasini medium well qilib beramiz. Mazza qilib yeysizlar. Yo'q, rahmat. Bizga hech qanaqa T-bone, B-bone, projarka kerak emas. Adasi, Nima deysan? bu bo'ladi. Bu nimani biladi? Bu bilgani bilan, lekin cho'pchigimdagi pulimiz sen bilasan. Aka, xavotirlanmang. Bugun seshanba-ku. Nima qilib seshanba bo'lsa? Har seshanba bizning restoranimizda bitta steak buyurtma qilsangiz, ikkinchisi mutlaqo tekin. Ana, ko'rdingizmi? Bu bo'ladi. Bo'pti, olib kela qoling o'sha steak. Olib keling. Marhamat. Steaklaringlar. Vau. Ichishga nima buyurtma berasizlar? Ko'k choy, bizga ko'k choy. Endi aka, bunaqa steak, bunaqa salatlardan kelgan, menimcha 1987-yilda Italiyada ishlab chiqarilgan vino, qizil vino juda ham mos keladi. Mana qarang, hech qanaqa 7-yil, 8-yil kerak emas. Bizga o'sha ko'k choy olib kelsangiz, qizil emas. Adasi, deysan. bu bo'ladi. Bo'pti, olib keling o'sha. Olib keling. Marhamat, vinoinglar. Vau. Endi sizga yana bitta gapim bor edi. Yana qanaqa gapingiz bor menga? Bunaqa steak, bunaqa salatlardan kelgan, bunaqa vinodan kelgan, menimcha hamrohingizni ham almashtirgan ma'qul. Nima? Shu qanaqasiga almashtiraman? Mana taklifim. Adasi. Bu biladi onasi, bu biladi. Qani, nima?